issiqxonamiz uyimizni oldida qurilgani sababli yarim 5 ta pushtamiz bor. 5 pushtamizdan 2 pushtamiz orqada qolmoqda va 3 pushtamiz oldinda. Oldinda yetakchilikda. Mana shunday hosillarimiz. Bu 3 pushtamiz gullari tezroq ochilib, quyosh yaxshi tushgani sababli tezroq changlanib, tezroq donlar yiriklashmoqda. Bu 2 pushtamiz sal kechroq gullab, gullari kechroq gulladi soya sababli. Hosillarimiz mana shunday kechroq bo'lsa ham pishyapti, lekin narigi 3 agatimiz quyosh yaxshi tushgani sababli tezroq pishmoqda. Bu agatlarimiz soya bo'lsa ham gullab kechroq va yirikroq. Qancha soya bo'lsa ham kechroq pishsa qulupnaylarimiz adbor ko'proq chiqadi. Quyosh kamroq tushgani sababli kechroq pishgani yirik bo'ladi. Mana shunday hali ham adborlarimiz chiqyapti. Bu ikkinchi, uchinchi gulshodalarimiz. Ikkinchi, uchinchi gulshodalarimiz hosillari.